Huzurunlarga biroz qayg'uluq, ammo oxirida qalbimiz ilib, yorib ketadigan sevimli kitobdan birini olib keldim. Kitobning ismi Muhabbat har yerda mavjud. Avtori Pim Van Hest. Rassom Sosfaras Dibrun. Tarjima va ovozda Aybebek. Yolandaning opsi tugab ketdi. Olamdan o'tdi. Yiroq joyga ketib qoldi. Yolanda opsini nihoyat seg'indi. U opsini shunchalik seg'indiki, bu seg'inishni til bilan tasvirlagili bo'lmaydi. Texin necha daqiqa ilgari Yolanda opsi bilan parangisha olaydi. Necha daqiqadan keyin opsining nafas elishi, yurak so'qishi to'xtab qoldi. Yolanda opsining qo'lini ching tutib, uning yonida bakmi uzoq saqladi. Ammo opsining qo'li bara so'yib ketdi. Yolandaning opsi texi bayla uning ko'z oldida edi. Hozir bo'lsa yiroqqa ketib qoldi. Kishilar o'limni tilga olishni xohlamaydi. Ular sukut qilishga rozi edi, xuddi uning hozirgi opsidekla. Ammo Yolandaning undaq qilg'isi yo'q. Uning opsining qayerdaligini bilgisi bor. Opsi qandaqlı bo'lmasin, cho'qimki ma'lum bir joyda. Shunaqa emasmi? Opsi ilgari Yolandaga: "Agar siz rostilla meni izlab topmoqchi bo'lsangiz, cho'qim topa olaysiz, umoq qizim", degan edi. Shuning bilan Yolanda uni izlashni qaror qildi. U opsini, olamdan o'tgan opsini izlamoqchi. U Julianning yotoq uyidan boshlab izlashni boshladi. Julian uning 4 yoshga kirgan singlisi edi. Balkim singlisi opsining qayerdaligini bilishi mumkin. Julianning yotoq uyining eshigi qiya ochiq edi. Yolanda uyining ichida uning birga gap qilayotganligini angladi. U opsiga gap qilayotgan edi. "Bu qandaqmi mumkin bo'lsin?" Yolanda eshikni ochib kirib keldi. Julian karvat ustida o'tiradi. U kichik ayiqchoqni oldiga qo'yib, ayiqchoqqa gap qilayotgan edi. "Aslida opam ayiqchoq ekan. Ayiqchoq dal mening opam." Yolanda ostingi qavatga tushdi. Dadasi ustal oldida o'tirib, qahva ichib Yolandami kelib o'tirdi va dadasidan: "Dada, sen hozir opam qayerda edi?" deb so'radi. "Bu" deb sal arsaldi bo'ldi dadasi. Bu paytda uyning ichi tim-tas jimjitlikqa to'ldi. Ondan keyin Yolandaning dadasi opasining rasmini elib kelib, ustalning ustiga qo'ydi-da: "Hozir menga nisbatan opangiz dal mushu joyda, mushu o'rindiqda, ikkimizning o'ttirisida. Shundaqla u hayot vaqtida sizgan tomdagi ovu rasmida. U yana hayot vaqtida yemlab qo'ygan bu qahva istakonida. Hozirgacha kiyim ishkobiga esilgan paltoyida", deb javob berdi. "Opam bu narsalarning ichida ekan. Bu narsalarning ichidagisi dal mening opam." U kuni kechda Yolanda karvat yotqach, Julian va dadasini o'yladi. U to'shqan qo'nchiqni quchoqladi. Bu uning opasi o'z qo'li bilan tikib bergan qo'nchiqi edi. Yolanda qo'nchiqni teximichin quchoqladi. Bu tuyg'u uningga bakli go'zal bilindi. Yolanda to'shqan qo'nchiqni purdi. To'shqan qo'nchiqi to'shqan qo'nchoqdek puraydi. To'shqan qo'nchiqi Yolandadek puraydi. To'shqan qo'nchiqi yana opsidek puraydi. Uningda opsining hidi bor edi. Shuning bilan u opsini yanada bardek his qildi. Yolanda ko'zini yumgan edi. Opsi xuddi uni quchoqlayotgandek tuyg'uda bo'ldi. "Opam to'shqan qo'nchiqim ekan. To'shqan qo'nchoq dal mening opam." Ikkinchi kuni hammasi Kristina yo'ldan o'tgach, ularni yo'qlab kirdi. U opasining hadisi edi. Yolanda
Hamma, sizce opam hozir qayerdaydi? Deb so'rashi bilan hammasi o'zini tutib ololmay yig'lab ketdi. Yolanda buni ko'rib qo'rqibgina turib qoldi. Hammasi, bu xushalliq yeshi qo'zam. Sen mendan opangni so'ragan eding? Mening qalbim ilib ketdi. Biz faqat u to'g'risida paranglarni qilib tursaqla, u bizning yenimizda bo'ladi. Biz u haqida paranglashmagan, onun gap so'zlarini qilmagan, onu yod etmagan chig'imizda bo'lsa, opang bizdan haqiqiy ayrilgan bo'ladi, dedi. O kun o'tishdan keyin hammasi Yolandaga opasi haqida nurg'un hikoyalarni so'zlab berdi. Yolanda opasini o'zlari bilan billadek his qildi. Opam shu hikoyalar ichida ekan. Hikoyalar ichidagisi dal mening opam. Bir haftadan keyin Yolanda bu mo'misining uyiga bordi. Yolanda ashxona uyiga kirib mo'misidan: "Mo'ma, sizcha opam hozir qayerdaydi?" deb so'radi. Mo'misi qo'lini partuqqa surtib kelib o'tirib, xiyolchan holda beshini pat-pat lang'ishdi-yu, bir yig'izma gap qilmadi. Ondan o'rnidan turib, ashxona uydan chiqib ketdi. Yolanda yana shu joyda o'tirdi. Bir ozdan keyin mo'misi albomni ko'tarib kirib, ustalning ustiga qo'ydi-da, uni varaqlab, ichidan bir rasmni Yolandaga ko'rsatdi. Yolanda rasmga qarab, hech nimani tushunolmay: "Mo'ma, nimishqa menga ota-aytdan o'zimning rasmini ko'rsatasiz? Bu rasmdagisi mengu", dedi. Mo'misi kulimsirab turgan ko'zlariga yosh yugurtib: "Rasmdagisi sen emas qo'zam, u sening opang", dedi. Opam Yolanda ekan. Yolanda dal mening opam. Yolanda Boğuz bilan birlikda qabristonlikqa bordi. Boğuz odatda Yolandaning opasining qabri beshini supurib, tozalashga amroq edi. Yolanda Boğuzdan: "Bova, sizcha opam hozir zodi qayerdaydi?" deb so'radi. Bovusi qo'lidagi ternini qo'yib, o't cho'plikning ustida o'ltirdi va: "Bu o't cho'plarning ostidagisi tuproq qizim. Opangiz mush yerga dafn qilingan. Gerçi nihoyat uzun vaqt ketsa-mu, lekin u cho'qim bir kuni tuproqqa aylanadi. Bahor kelib, o't cho'p va gul-giyohlar mushu tuproqdan unib chiqqanda, men opangizni qaytadan ko'rgandek bo'laman. Ma'lum ma'nodan aytganda, u har bir tal gulda, yerdan beshini chiqargan har bir kichik jonivorda va yoki daraxtmay bo'lib pishgan olmalarda qaytadan hayotlikqa erishadi", dedi. Aslida opam tabiat ekan. Tabiatning o'zi dal mening opam. Uyga qaytgandan keyin buvisi Yolandani bog'chaning bir bo'limiga elib keldi va Yolandaga: "Qarang qo'zam, ol tarafdagi atirgullarni opangiz sizdek yeshida tergan. Gerçi u hozir ketib qolgan bo'lsa-mu, ammo har yili u tergan gullar yanada ichiladi. Demak, opangizmi ham boshqa bir shaklda dunyoda mavjud bo'lib turdi", dedi. Ondan keyin buvisi chiroyli ichilgan atirguldan birini avaylabgina kesib Yolandaga berdi va u gulni karotining tubidagi lo'nqiga selib qo'ysa, o'zini opasi bilan texim yaqindek his qilganligini aytdi. Aslida opam atirgul ekan. Atirgul dal mening opam. Ikkinchi kuni qaq saharda eshik qo'ng'iroq sayradi. Opasining eng yaqin do'sti Veyla Yolandani dengiz bo'yiga elib bormoqchi bo'lib kelgan edi. "Menga nisbatan opangiz mush yerda", dedi Veyla dengiz bo'yida mang'ach. "Qayerda dedingiz?" deb so'radi Yolanda. "U mushu shamollar orasida",
Siz shamollarni o'z ko'zingiz bilan ko'rolmasangizmi, ammo uni his qila olganingizdek, opangizmi o'xshash. Siz uni ko'zingiz bilan ko'rolmaysiz, ammo u yanada bu yerda. G'ulashlaringizni kangriga kerib, ko'zingizni yumib, opangizni aslang. Siz uni his qila olasiz, qo'zim. Yolanda shu daqiqada hammani unutib ketdi. U opasining o'zini quchoqlab turganligini his qildi. Bu Yolandaning qalbini boshqacha illatibdi. Aslida opam shamol ekan. Shamol dal mening opam. Kechda Yolanda karvatga chiqqandan keyin xili uzoqqa uxlay olmadi. U muallimining so'zlarini esladi. Muallimi uningga: "Mencha opangiz kecha osmondagi chiroyli bir yulduz. Bu yulduz siz uxlayotgan vaqtda nur chaqnatib sizga yiroqdan qarab turdi. U sizning qorong'uliklaringizni yo'rtidi. Siz opangizni seg'inganingizda beshingizni ko'tarib osmonga qarang. Balkim nurg'un yulduzlar orasidan uni tepib olishingiz mumkin," degan edi. Yolanda pardani qayirib yulduzliq osmonga qaradi. Gerçi opasi nihoyat yiroqda bo'lsa-mu, bu paytning o'zida Yolandaga nihoyat yaqin bilindi. Aslida opam yulduz ekan. Yulduz dal mening opam. O kuni kechada Yolanda nihoyat go'zal bir tush ko'rdi. Tushda u uzun o'rindiqda o'zi yolg'iz o'tirgan ekan. Opasi ilgirgiga o'xshash yiroqdan mengib kepti va uning yonida o'tiribdi. Yolanda hayajon bilan: "Of, oppa, bu asli sizkansizda? Men hamma yerdan sizni izladim," deganida opasi uning peshonasiga illiqqina suyib: "Men har doim siz izlagan joyda qo'zam," degudek. Ertasi saharda dadasi Yolandaning peshonasiga suyib uyg'otdi. Yolanda dadasiga xushal kayfiyat bilan: "Men opamning qayerdaligini bildim, dada," debdi. Dadasi: Qayerda ekan?" deb so'rabdi. Yolanda: "Mening opam hamma yerda mavjud ekan," deb javob beribdi. Do'stlar, bu kitobni yoqtirdinglarmi? Shaxsan men o'zim bu kitobni bakmi yoqtirman. Har qitim o'qiganimda boshqacha tuyg'ularga to'laman. Havom sovib qoldi. Mana shundoq haroratlik va go'zal kitoblar orqali bolalar va bizning qalbimizning har zamon muhabbatni his qila oladigan va muhabbat ato qila oladigan illiq bo'lishini, qalblarimizning sovmasligini umid qilaman. Ko'rishgacha omon bo'linglar.